Yo do'stlar, siz eng mashhur Real MMA kanaldasiz. Bu kanalda so'nggi MMA va boks yangiliklari birinchilardan bo'lib sizlarga uzatilinadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Right here, guys, right here. Good, guys, good, thank you. Sizni pik paytingizda yoningizda biznesmen akalar videolar ishlashda boshqa bo'ldi. Hozir ular yoningizdami? Menga ular keldi ketdi odamlar, bilaman. Men o'zim uchun takan solib turadigan yaqin aka-ukalarim bor. Endi ular kelib ketadigan odamlar. Hozir bor, Xudoga shukr, ular o'zi yaqin aka-ukalarim bor. Yosh o'sib kelayotgan sportchilarga nima deysiz? Ya'ni mana shu sponsorlar ularga ishonib qolishini yoki ishonmasdan o'zini yo'lida davom etishini? Yo, o'zi pahat qilaversa, o'zi rezultat ko'rsataversa, hozir 5 ta sponsor bo'lsa, endi 10 ta bo'ladi. Ularga e'tibor bermasdan pahat qilib rezultat qilaverish kerak. O'zi kelaveradi bular hammasi. Assalomu alaykum. Zo'rmi? Qanday bo'ladi? Sen bilan ikkimizni boyimiz hamma kitobda. Tushasanmi? Nasib bo'lsa, shu boyni san ham yut, men ham yutay. Keyingi bir kelishamiz, Toshkentda qilamiz. Krasavchi, gaz только. Media jangchi, dunyodagi eng mashhuri bu albatta meni tasavvurimda Conor McGregor. Chunki dunyoda MMA'ni biladigan odam hammasi borki Conor McGregorni taniydi yoki da Conorni ko'rib MMA'ga qiziqib qolgan. Dunyoda ikkita eng mashhur MMA jangchi bu Habib bilan Conor bor. Ana endi men sizlarga savol bermoqchiman. Ko'pchilik bizada hozir jangdan oldin gapiradiganlarni, jangdan keyin e'tiborni tortib gapiradiganlarni, face to face da qanaqadir bir e'tiborni tortishga harakat qiladigan jangchilarni bu face to face da nima uchun bunaqa harakat qiladiganlarni men alohida hozir tushuntirib o'taman. Nechta qanaqa bayislar nima uchun bunaqa harakat qilishini men sizlarga keyin tushuntirib o'taman. Endi men shunaqa har xil qiliqlar qilayotganlarni yomon ko'rayotganlarga bitta savol bermoqchiman. Conor McGregor judayam UFC'ni eng taniqli toifaga ko'targan, yangi darajaga ko'targan jangchilardan bittasi. Judayam ko'pchilik uni yaxshi ko'rsin, xoh yomon ko'rsin, uni jangini ko'radi hamma. Uni jangini kutadi hamma. Bekor aytmayapti hozir. Iyunda qaytishim mumkin UFC'ga. Hattoki nima deydi, buvlaringizga, momolaringizga ham aytib qo'yinglar, meni qaytishimni ular albatta meni jangimni kutishyapti deb bekorga aytganim yo'q. Bu hazil tariqasida aytilgan, lekin haqiqatan MMA ni biladigan hamma Conorning jangini ko'radi albatta. Va tarixdagi eng ko'p prosmotr yiqqan janglarni 3 tasimi, 4 tasi adashmasam hammasi Conorga tegishli. Ana endi do'stlar, tasavvur qiling, men sizlarga aytaman, Conor McGregor xuddi shu stilda, albatta xuddi shu zo'r urishyapti, lekin gapirmadi. Umuman gapirmaydi Conor. Chiqadi face to face ga qo'lini ko'tarib qo'yadi. Ras, уважение, ketdi, chiqyapti jangga. Shunchalik darajada Conor mashhur bo'la olarmidi? Yo'q. Aytishingiz mumkin, Conor gapirgan va gapiga javob bergan. Ya'ni nakaut qilaman dedi, nakaut qilgan. Shuning uchun xalq uni yaxshi ko'radi. Boydan oldin aytib bergan deyishingiz mumkin, lekin Conor qo'pol qilsa chichib qo'ygan joylari ham bo'lgan. Masalan, Priting yomagan Nate Diazda bilasizlar, birinchi jangdan oldin yutqizgan. Shunchaki aytganman, men yutqizdim, bo'ldi, qaror, shunaqa qaytaman. Poreyadan 3-chi boyida oyog'i sinib yotgan joyida Poreyada xotini ham qolmagan, oilasi ham qolmagan haqorat qilgan. Buni ham bir qanaqa yutqizgan joyida o'sha ikkinchi marta padrat yutqizyapti, lekin baribir yana gapiryapti. Mana lekin baribir Conorning jangini kutadi. Hozir trash talkni yomon ko'radigan, men skromniy jangchilarni yaxshi ko'raman deydigan odamlar ham ertaga O'zbekistonga Conor McGregor kelarkan, urusharkan arenada, yo bo'lmasa shunchaki kelib muxlislar bilan gaplasharkan desa, o'shalarni shunaqalarni 90% chiqadi. Bordir 10% chiqmaydigan, lekin 90% chiqadi. Conor McGregorni ko'rish uchun. Bu narsa fakt. Hozir bilaman, dunyo bo'yicha eng farosatli insonlar hozir kommentariyaga yig'iladida, dunyo bo'yicha eng farosatli insonlar hozir kommentimga yozishni boshlaydi. Lekin bu fakt. Bu narsani men ham sizlar ham juda ham yaxshi bilib turibmiz. Ana endi Conorni mashhur qilgan narsa albatta uni
jang san'ati albatta keyinchalik o'sha uni gapirish san'ati, u qanaqadir janglarni situatsiyani o'zini baholash va jangga chiqib kelishi. Ana endi O'zbekistonlik MMA jangchilaridan chiqayotgan trash tokerlarga nima uchun bunaqa negativ munosabat bo'ladiki, bizanikilar hali ular dostoyn emas deb hisoblashadi. Ya'ni ular bu Conor darajasida urusha olmaydi, Conordaqa gapirmasligi kerak. Lekin sizlar Conorda boshdagi janglarini ko'ringlar, UFC'ga kirishdan oldingi janglarini ko'ringlar, xuddi shulardan jang qilgan. Men bularni himoya qilmayman. Bu bizani media jangchilarimizni so'zlarini men himoya qilmayman, chunki ularning ba'zi bir so'zlari ularning o'ziga ham gapirganman, haqiqatdan gapirganman. Viloyat ajratish, davlat ajratish, nima deyiladi, millat ajratish bo'lib qoladi ba'zi bir so'zlari. Lekin ular ham harakat qilishyapti mashhur. Oktagon ligani men yana bir marta misol keltiraman. Mana shunaqa jangchilarning hisobiga juda ham ko'tarilib ketdi. Albatta oddiy jangchilarimiz juda ham ko'p mehnat qilishdi, lekin bularning hisobiga ham yana ham ko'proq ko'tarildi. Mana oddiy Goldni misol qilamiz. Mana gapirdi, e'tiborni tortdi, mediaga chiqdi. Tarixidagi Oktagon tarixidagi eng ko'p zritelni yig'a oldi. Ana endi do'stlar, men sizlarga aytaman, ana endi nima uchun jangchilar baqiradi, chaqiradi, anaqa qiladi. Ba'zi birlar har xil toifa bo'ladi. Nima uchun vazn o'lchashda baqirib chaqiradiganlar. Birinchisi bu hayajonini bosolmay qoladi. Ba'zi birlar juda ham qattiq hayajonlanadi va o'shanda baqirib, o'zini kuchliligini his qildirish uchun baqirib qo'yadi. Ikkinchidan bu raqibni qo'rqitish uchun harakat qiladi, qanaqadir qo'rqadi deb o'ylaydi yoki asabiylashtirishga harakat qiladi. Ba'zi birlar e'tiborni tortgisi keladi, muxlislarning e'tiborini tortgisi keladi o'ziga. Va ba'zi birlar ko'plar kontrol qila olmay qoladi. Mana masalan o'zim ba'zi hollarda boydan oldin baqirib o'raman. Baqirib, narsa qilib, boydan keyin yoki nokaut qilib qo'ysam, yutib qo'ysam, baqir-chaqir bo'lgan joylar bo'lib ketadi. Nima uchun? Bu emotsiyalarni chiqarib yuboradi. Bu narsani jangchi ko'p holatda kontrol qila olmaydi. Shuning uchun do'stlar har xil holatlar bo'ladi. Umid qilamanki, mana muxlislar ichida bu narsani tushunadiganlar bor. Bilaman, kommentariy hammalaring eng farosatli, eng chiroyli, eng zo'r, skromli, eng kuchli jangchisizlar, hammalaringiz zo'rsizlar. Biz endi bir oddiy bir qora xalq sizlarga teng kela olmaymiz. Shuning uchun men nima demoqchiman? Jangchilarimizni trash talk qilyaptimi, gapiryaptimi? Biz o'zimiz muxlislar kontrolga solsak bo'ladi. Ya'ni ortiqcha gap bo'layotgan bo'lsa, ortiqcha gapini qanaqadir bir ko'tarilishi kerak bo'lsa, o'sha chiroyli gapirayotgan bo'lsa, o'ziga ishonib gapirayotgan bo'lsa, uni ham bir chiroyli maqomga chiqarishimiz kerakligini yoki noto'g'ri gapirayotgan bo'lsa, yerga cho'ktirib olish kerakligini muxlisni o'zi tushunishi kerak. Bu qanaqadir tepadan qanaqadir harakatlar bo'lsa ham baribir asosiy narsani muxlislarni o'zlaring tarbiya qilasizlar. Sizlar tushunib yetishlaring kerakki, jangchilarni kontrol qilishni. Men o'zim nimaga trash talk qilmasligimni keyingi videoda tushuntirib o'taman.